Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Jo'jaga qanday yem berish haqida bo'ladi bu videomiz. Ko'rib turganlaringdek mana o'tchalar, rayhonni o'zi berganmiz, vitamin bo'ladi. Ertalabki sayrga olib chiqqanmiz. Hozir qanaqa yem berish tartiblarimni o'zim aytib o'tib ketaman. O'tgan safargi va hozirgi videolarimizda aytganimizdek, mana bu starter yemimiz bor. İçiga bug'doy aralashtirganman. Ertalab ratsioniga shuni beraman. Abid bilan kechqurunlikka esa o'sha bug'doyni maydasi bilan kepakda aralashtirib beramiz. Yaxshi yem. Endi jo'jalarga biz mana ertalabkiligini beramiz. Shu starter yemimizni idishiga to'kib, ozmoz. Mana ertalabki yem tayyor. Mana yemini jo'jalarimizga beramiz mana. Ko'rib turganlaringdek yeydi bu starter. Nargi aralashmani suvga namlab beriladi. O'shani ham yeydi, buni ham yeydi. Xullas meni berayotgan rem ratsionim, aralashmam shulardan iborat. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Yana qanaqadir maslahatlar kerak bo'lsa kommentariyalarga yozsalaring, albatta javob qaytarishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar.